Hop biza Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uyimda kimdir kasal. Uyimda kimdir kasal degan ma'noni bildirmaydi. Hop, assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Biza sarf asoslari batafsil sharh darslarimizni davom ettiramiz. Bu darslarimiz, demak, bundan oldin 6 ta dars chiqqan edi. Bu 6 ta darsimizda shu darslikni yozib olib, demak, YouTube'da e'lon qilayotgan edik. Endi esa buni jonli efirda uzatib boryapmiz. Alhamdulillah, mana bir qancha ishtirokchilar kirishibdi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, demak biz o'zi asli mana kitobimizda shu kungacha mana sulosiy mazid vaznlari haqida gaplashgan edik. Umuman 22 bob haqida gaplashganmiz. Endi esa bu boblarni bitta-bitta ma'nolari haqida gapirib o'tayotgan edik. O'zi ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti o'zi hammaga. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p, demak, o'sha ma'nolarni eshiting, salomat bo'linglar. Xo'p, demak, ma'nolarni gaplashayotgan edik. Biza demak, bundan oldingi darslarimizda mana af'ala, fa'ala, fa'ala, ya'ni sulosiy mazidga bir dona harf qo'shib yasalgan vaznlarni ma'nolari haqida gaplashib edik. Bugun esa mana 2 harf ziyoda qilingan fe'llar haqida gaplashishni boshlaymiz. Mana bu yerda mana anaqamizni ochib oldik. 2 harf ziyoda qilingan fe'llar. Hop, birinchi bo'lib bizda bismillahirrohmanirrohim ifta'ala vazni. Hop, bizda bu mana jadvalimizni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Anaqa sotuvga chiqdi. Mana bu sarf fani bo'yicha o'sha fe'llarga namunalar. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana ifta'ala vazni bu mana fa'aladan keyin mana 4-chi bizda vazn. Bunda 2 ta ta va hamzai vasliga ziyoda qilib yasalgan demak vazn ekan. Xo'p, ana shuni nima ma'nolari bor? Demak, birinchisi mutawi'i fa'ala. Fa'ala vaznini mana sulosiy mujarraddagi fa'ala vaznining mutaviyisi ma'nosida. Xo'p, o'zi o'tgan safar ham mutawwa'a nimaligini gaplashgan edik. Bugun qisqacha eslab o'tib ketamiz. Xo'p, mutawwa'a bir fe'l, ya'ni o'timli fe'l. Ya'ni o'timli fe'lni asarini deydi, ya'ni asorati, uni ta'sirini demak o'ziga qabul qiluvchi fe'l degan ma'noni bildiradi. Mana mutaaddi fe'llar asarini maf'ul qabul qilishi. Ya'ni maf'ul, ya'ni fa'il bor, fe'lni bajaruvchi va maf'ul bor. Fe'lni demak qabul qiluvchi kishi. Ana o'sha fe'lni, o'sha asoratini o'ziga qabul qilsa, u demak nima bo'lar ekan? Ya'ni uni xuddiki aksi. Bunda anaqani arqonni bir uchini qimirlatib yuborsa, oxirida borib qimirlaydi, o'shanga o'xshab, demak asoratini qabul qilsa, demak u mutawwa hisoblanar ekan. Mutawwi fe'llar doim lozim ma'noda bo'ladilar. Buni o'tgan safar ham gaplashuvdik adashmasam. Demak lozim ma'nosida bo'ladi, mutaaddi bo'lmaydi. Mana jama'tuhu fajtama'a. Demakki, mana jama'tuhu uni jamladim. Foili hu zamir maf'ul bo'ldi. Ana o'sha maf'ul mana jamlash ish harakatida qabul qilib fajtama'a, bas shunda u jam bo'ldi. Mana uni jamladim, shunda u jamlandi. Ya'ni bunga o'tgan safar ham nimani misol qilgan edik? Hozir o'zi quyida ham keladi. Misol uchun kassartuhu fankasara deydi. Bu yerda bir mantiqiy bir yoki falsafiy bir qarash ham bor-da. Ya'ni jamlash ish harakatini siz bajarasiz, jamladingiz, lekin u misol uchun har xil narsa jamlanishi mumkin-da. Misol ikkita dona narsa bo'lsa, bir-biriga jamlab qo'ysangiz, unda endi siz o'zingiz jamlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin misol uchun bir to'da narsani birinchisini misol qo'y qo'ziladi, mana shunaqa birinchi poda boshini bitta joyiga bog'lab qo'ysangiz, qolgani shunda orqasidan jamlanadi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, ya'ni qolgan jamlash ish harakatini o'zi bajaradi. Xuddiki kassartuhu fankasara deganda ham, ya'ni uni sindirgandim, parcha-parcha qilgandim, u parchalanib ketdi degan demak fe'limizda ham, demak mantiqan olib qaralganda siz sindirish ishini bajarasiz, lekin sinayotgan vaqtda siz sindirmaysiz. Ya'ni o'zi sizni sindirish ish harakatini bajarganingizdan keyin u o'sha asoratini qabul qilib sinib ketadi degan bir xuddiki mantiqiy bir falsafiy qarash kelib chiqadi bundan. Xuddi haqiqatan ham olib qarasangiz, ba'zi vaqtlarda bir narsani urasiz, sindirishga harakat qilasiz, sinmay qoladi, to'g'rimi? Demak, siz sindirish ish harakatini bajarganingiz bilan sinish, ya'ni lozim ma'noda deyapmiz-ku, sinish ish harakatini siz bajarmaysiz. Chunki sinish ish harakatini mato ham shunaqa-ku. Qaysi mato?
Demak, sinish ish harakatini haligi maf'ulni o'zi bajaradi. Ya'ni fe'lingizni qabul qilgani uchun, demak, parcha-parcha bo'ladi. Ba'zi vaqtda, misol uchun, oynani bir sindirsangiz, bir uchi sinadi, keyin sekin qolgani o'zi sinib ketadi. Xuddiki o'shanda asoratini u qabul qilgandek xuddi ko'rinish bergan bo'ladi. Matoni ham ozgina yirtsa yirtiladi o'zi. Ha, shunday, ha. Demak, ha, shunday to'ppa-to'g'ri. Demakki, mana demak kassartuhum fankasara, jama'tuhu fashtama'a deganda, demak, mana shu arab tilida siz demak fajtama'a, mana jama'tuhum fashtama'a degan jumlani ko'rsangiz, demak u mutoba'a ma'nosida kelayotgan ekan. Xo'p, littixozil fa'ilil maf'ula aslan fi'li keyingi ma'nosi o'zi jonli dars o'tishimiz bitta yaxshi tarafi zo'r ekan. Mana gaplashib birga nima qilishimiz mumkin ekan. Va qanaqadir tushunuvchilik joylari bo'lgan bo'lsa yokida o'sha kampusni mana shunaqa qilib gaplashib ketsak zo'r ekan. Hop, littixozil fa'ilil maf'ula asl fi'l, demak fa'il maf'ulni fe'lning asli qilib oladi. Mana ittihoz o'zi olish degani-ku. Mana fa'il fe'lning, mana bu yerda ma'no anaqa tarjimasida fe'l ma'nosini dedik, ma'nosi qilib olish dedik. Ya'ni aslal fi'l degani fe'l asli, ya'ni masdari o'zagi yasalgan harflar bor-ku, ana o'shani asli ma'nosi qilib oladi degan tarjimani berishga harakat qildik. Endi bu hozir yozganimiz bor-ku, qoralama anaqalarimizda, xudo xolisa buni endi kitob shaklida endi chiqarilgan vaqtlarda endi bir badiiy muharrirlar bir nimasini to'g'rilashga harakat qilishadi. Endi fe'l ma'nosi degan so'zdan boshqa bir yaxshiroq so'z topa olmadim. Asli fe'l deganni tarjimasiga. Misol, ihtabazal ajina. Mana ajin nima edi? Ajin kim aytadi? Al-ajin degan so'z nima ma'noni ifoda etadi? Xo'sh. Bizda ajin so'zi nima ma'noni ifoda etishini kim aytib beradi? Xamir, to'g'ri. Xamir, demak, ihtabaza xubzun degani, demak, non. Ihtabazal ajina. Ajin xamirni non qilib oldi. Ya'ni non xubzun, mana fe'lning asli xubzun edi. Demak, xamirni siz fe'lni asli o'sha xubzunni xubz qilib olasiz. Ya'ni mana non xamirni non qilib oldi degan non pishirdi. Ya'ni siz qanaqa qilib uni non qilib olasiz? Pishirish orqali. Demak, non pishirdi degan so'zni boshqacharoq ifodalayapmiz. Ihtabaza ma'nosi bilan ifta'ala vaznida ifoda etyapmiz. Bu narsa haligi balog'atliroq, bir badiiyroq uslublarda demak ifoda etish ekan. Shunchaki tabaqtul xubza yokida yana shunaqa so'zlar bilan emasda, ihtabaza fe'li bilan ham demak ifoda etish mumkin ekan. Yokida mana ihtadamahu, uni nima xodim qilib oldi, xizmatchi qilib ishlatib olibdi. O'zi ya'niki bundan biz nimani tushunamiz? O'zi asli u odam xizmatchi bo'lmaganda, xodim bo'lmagan. U kishi lekin mana fa'il nima qilgan? Uni xodim qilib ishlatib olgan. U xohlabmi, xohlab emasmi farqi yo'q, lekin o'sha xodim qilib oldi. O'zi undan oldin xodim emas bo'lgan. Demak, shu ma'noni ifoda etadi. Mana qaranglar, qo'shimcha shunchaki xodamahu desa, Zaydun xodama ilal aliy desa, unda boshqa ma'no. Shunchaki xizmat qildi. Lekin bu yerda nima ma'noni qo'shimcha ifoda etyapti? Undan oldin xodim bo'lmaganiyu va fa'il mana shu ish harakat sodir bo'lgandan keyin maf'ulni o'ziga o'sha fe'lning asli qilib olgani, uni o'sha xodim qilibga o'zgartirib olganini demak bilib olar ekanmiz. Xo'p, keyingi ma'noyimiz iftial vaznini, ifta'ala vaznini keyingi ma'nosi. Endi shu o'rinda bir narsa meni hayolimga keldi. Nimaga aynan ifta'ala vaznining nima anaqasi deb yozganmiz? Ifta'ala vaznini ma'nosi deyapmiz. Bitta ozgina ishora. Ba'zi sarf kitoblarda bor-ku, iftialun vaznini deb masdarini keltirilganda, masdar. Bunda bitta kamchilik bo'ladi. Chunki ifta'ala vazni fe'li moziy bo'ladigan bo'lsa, masdarida undan boshqa masdarlar ham ba'zi vaqt bo'lib qoladi. Misol uchun af'ala yuf'iluna, af'ala yuf'iluna. Faqatgina if'alun emas, bundan boshqa masdarlari ham bor. Tushunarli? Yokida fa'alani faqatgina taf'il emasda, fi'alun masdarlari ham bor. Demak, aynan bizga kerakli bo'lgani ifta'ala desak, ya'ni mozisi, lekin hech qachon o'zgarmaydi. Demak, mozisini ma'nosini biz qachon aytaversak, demak, masdari turlicha bo'lsa ham, demak, biz mozisidan bilib olamiz uni vazni qanday ekanini, ya'ni qanday ifoda etayotganini. Tushunarli? Bu mavzuni nomlash jihatdan bu to'g'riroq deb o'ylaganmiz. Hop, demak keyingi ma'nosi ijtihod, lil ijtihadi deyapti. Tirishish uchun, tirishib harakat qilish uchun.
jiddiy jahd qilish uchun, to'g'ri? Ya'ni foil fe'lni qiyinchilik bilan sodir etganini ifodalash ma'nosida keladi. Mana misol uchun ikkitasi bor. Tirishib kasb qildi yokida i'tamala, tirishib amal qildi. Bu fe'llar sulosiy mujarradda mubolag'asiz oddiy kasaba kasb qildi, amila amal qildi ma'nolarida edi. Ifta'ala vaznida shu ishlar qiyinchilik bilan erishilganini anglatadi. Mana. Demak, shunchaki kasaba desa, bir odam shunchaki ish qildi oddiy, qiyinchiliksiz. Iktasaba desa, iktasaba Zaydun desa, demak, Zayd qiynalib ish qilganini bildiradi. Demak, uni tabiatida u ish yo'q edi, u ish qilishni xohlamayotgandi, qiynalib shu ishni bajarganini bildiradi. Misol uchun deydi, mana arab tilida o'sha mana hozir xuddi mana iktasaba qiynalib kasb qilish ma'nosi, kasaba shunchaki oddiy ma'no bo'lgani uchun aytadi. Arab tilida yaxshi ishlar, savobli ishlarni deydi, inson tabiatida qilishga moyil bo'ladi deydi. Shuning uchun deydi, bu ishlarni, yaxshi ishlarni kasaba fe'li bilan kasb qildi ma'nosi bilan beriladi deyiladi. Yomonlik, zulm, qabih ishlar bo'lsa, gunoh ishlar deydi. Ifta'ala iktasaba vaznida beriladi. Chunki insonning tabiati deydi, bu yomonlik qilishga moyil emas. Shuning uchun deydi, buni iktasaba bilan beriladi deyiladi. Tushunarlimi? Demak, ikki xil buni demak ta'bir berish ma'nosi bor ekan. Yoki amala ham shu. Amila bilan i'tamalani farqi shu. Demak, amila desa shunchaki amal qildi, i'tamala qiynalib shu ishni qildi. Haqiqatda ham mana ko'rsangiz, bu o'g'ri bo'lsin, boshqa bo'lsin, yomon ish qilmoqchi bo'lganlar, nima qiladi? Oldin rejasini tuzib, bir nimalar qilib, shu hech kimni hammadan bekitib qilishga harakat qiladi. Albatta, u qiyin ish bo'ladi bu. Oddiy yaxshi ishlarchi, oddiygina hech qanaqa nima qiyinchiliksiz bajarasiz. Hammani ko'z o'ngida. Masdar ham tuslanadimi ustoz? Ya'ni masdarni jami bo'lishi mumkin. Hozir qarang, masdar tuslanishi. Hop. Masdar tuslanmaydi. E'lon qoidalari ro'y berishi mumkin. Bunaqa qo'shimcha ma'nolarni bir chekkaga yozib turing. Aniq oxirida gaplashamiz, maylimi? Xo'p, bima'na fa'ala. Ana endi ifta'ala vazni shunchaki fa'ala ma'nosida kelishi mumkin. Sulosiy mujarraddagi fa'ala ma'nosida. Ya'ni bu o'zi sulosiy, mana qaranglar. Ifta'ala vazni deylik, mana hamira humratun bo'lsa, hamira va fa'ila vaznida sulosiy mujarradda barcha fe'llar bor. Keyin unga biz harflar qo'shish orqali biz mazidni yasayapmiz-ku. Sulosiy mujarraddagi qaniydi? Mana sulosiy mujarraddagi o'zini asli sulosiy mujarraddagi o'zini fe'lini ma'nosida keladi. Misol uchun ijtabada o'ziga jalb qilish, jabaza ma'nosida. Ya'ni sulosiy mujarraddagi o'zini asl holatida qanday edi? Jabaza edi. O'sha bilan bir xil. Tushunarli? O'sha bilan bir xil ma'noni ifoda etadi. Bu o'zi arab tilida bunday holatlar bor. Misol uchun jar harflari ham bir jar harfi boshqa bir jar harfining ma'nosini o'rnida kelaveradi. Misol Wulidtu bil Uzbekistani deydi misol, yoki huwa wulida fi Uzbekistan deydi. U bil O'zbekiston deganda O'zbekiston ichida, O'zbekistonda tug'ildi. Bu bi harfimiz fi ma'nosida keladi. Fi ma'nosida. Wulida bil O'zbekiston desa fil O'zbekiston degan ma'noda. O'zbekistonda tug'ildi. Demak, bitta harfi jar boshqa bir harfi jar o'rnida ishlatilyapti. Xuddi shunday ijtabaza ham xuddi oddiy jabaza ma'nosida kelishi mumkin ekan. Xo'p, nega unda shu jabaza ma'nosini berib qo'ya qolmadi? Jabaza so'zini ishlata qolmadi desa, bu ba'zi vaqtlarda she'riy she'rlarda aruz ilmi bor. Buni har bitta fe'lni, kalimani harakatlari, sukunlari inobatga olinadi, vaznga tushishi kerak. Mustafilun yoki shunga o'xshash har xil vaznlar bor. Ana o'shanga tushmay qolishi mumkin. Shu vaqtda jabazani o'rniga ijtabazani ishlatib yuborishi mumkin shoir. Ya'ni shunday anaqalari bor, imkoniyatlar. Xo'p, tushunarlimi? Bir sado berib qo'yinglar. Bu yerda ajoyib jihati bor ekan-da. Bizda mana ko'p yaxshi kommentlar yozib nima qilgan kishilar alohida mana bitta ro'yxatda ko'rsatar ekan. Top fan deb anaqa topda. Mana kim ko'p yozsa topga chiqar ekan. Ball berar ekan. Bu balni endi hisoblab yuradimmi yo'q bilmadim lekin. Tushunarlimi? Keyin ana unda ham o'qib qoldim. Agarda ko'p kommentlar yozib yondirib deydi-yu, shunaqa bo'lsa jonli efir. Yana boshqalarga ham YouTube anaqa ko'rsatar ekan, shu jonli vaqtida kirib ko'rgin deb.
Ha, hech kim sado bermadi-ku. Ha, zo'rku. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi ma'noyimiz bima'na tafa'ala lil musharakati. Mana qiziq joylari kelib boryapmiz bugun darslarimizni. Musharaka mana. Xo'p, tafa'ala ma'nosidagi sheriklikni ifodalovchi tafa'ala ma'nosida. O'zi asli qaranglar, bu bugun mana ifta'ala bo'lsa, infa'ala, keyin tafa'alani o'tamiz. Hali bu o'tmaganmiz-u. Mayli, o'tmagan bo'lsa ham bu yoqda endi ma'nosi bor bo'lgani uchun keltirib yubordik. Hali yana sheriklik ma'nosi nimaligini endi gaplashamiz. O'zi fa'ala ma'nosida o'tgan edi. Fa'alada sheriklik ma'nosi o'tgan edi. Misol uchun daraba Zaydun Amr bilan Zayd bir-biri bilan urushdi degan ma'nosini o'tganmiz. Lekin bu yerda tafa'ala ma'nosidagi sheriklik ma'nosini ifodalaydi degan. Mana ixtasomu bilan husumatlashdi. Tahosamu ma'nosida. Ya'ni shu ikkita fe'l bir-birini ma'nosini ifoda etadi. Hozir tafa'ala ma'nosida nima fe'lidagi sheriklikni ham hozir gaplashamiz. Ozgina farq bor. Tepadagi fa'ala ma'nosidagi sheriklik bilan musharaka bilan. Tafa'ala ma'nosidagi sheriklikni musharakani ozgina farq bor. Uni quyida gaplashamiz. Xo'p. Keyingimiz infa'ala. Bu mana ifta'ala vaznini asosiy ma'nolarini aytib o'tdik. Endi ba'zi sahif kitoblarida borki, bundan-da ko'p mana ma'nolarni aytib ketilgan. Ko'p holatda buni yaxshilab qarasangiz, bir xil ma'nolarni shunchaki ozgina farq bo'lgani uchun ajratib tashlashgan. Asli mana shu yuqorida sanalgan mana 1 2 3 4 5 ta ma'nosiga qaytlanadi, ichiga kirib ketadi. Shu sababdan biz asosiylarni gapirdik. Yana ichida ba'zi bir mayda ma'nolari bo'lsa, bo'lishi mumkin. Xo'p, infa'ala fe'li. Bu bizda nechinchi anaqa? Bu jadvalni ko'rganlar anaqa bo'ldimi? Qo'liga olib ushlab ko'rganlar bo'ldimi bu jadvalni? Hilol nashrida sotuvda turibdi bu. Demak, mana 5-bobimiz bizda. Xo'p. Bu anaqa ham Hilol nashrida sotuvda bor. Xo'p, endi keyingimiz. Demak, buni infa'ala mazmumimizning eng asosiy ma'nolaridan biri. Bu hamma ham yozolmayotgan ekan anaqamizni. Chat. Biz uni qanday deb to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan shekilli. Mayli, xudo xolasa keyingi safar to'g'rilaymiz. Xo'p, demak, infa'ala ma'nosi. Mutova'a ma'nosida keladi. Fa'ala vaznini mutovi'a bo'lib keladi. Bu ma'no xuddi mana ma'notda ham bor edi. Ifta'alada faqat u bu ham mana fa'alani mutovi'asi bo'lib keladi. Bu ham mana fa'alani mutovi'asi bo'lib keladi. Bu vaznning asosiy ma'nosi mutovi'dir. Xo'p, shu sababdan bu vazn mutovi'asining o'ziga xos jihatlari bor. Qaranglar. Bu asosiy ma'nosi mutovi' ma'nosida. Mutovi' ismi fa'il, to'g'rimi? Mutovi'a masdar. Demak, infa'ala fe'limiz asosan mutovi'a bo'lib kelgani uchun mana o'ziga yarasha sal jihatlari bor. Misol, ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan al-kasr, sindirish, al-qado' kesish kabi fe'llardan yasalishi lozim. Mana. Demak, infa'ala mana misol infa'ala nimasida turgan mutovi'a ma'nosida turgan fe'l doim demak ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan fe'llardan yasalar ekan. Misol uchun alima fe'lidan mutovi'a in'alama yasolmaysiz. Tushunali? Lekin ta'allama yasasa bo'ladi. Misol ta'allamtu huwa fata'allam desa bo'ladi. Misol uchun allamtuhu fata'allam desangiz to'g'ri bo'laveradi. Unga o'rgatdim, u o'rgandi, bilib oldi desangiz bo'ladi. Lekin alima fe'lini in'alama shaklida ishlatib bo'lmaydi. Chunki bu ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan fe'l. Sulosiy mujarradning ko'rinishi mutaaddiy ma'nosida bo'lishi lozim. Mana ikkinchi shart. Tushunali? Ya'ni lozim ba'zi fe'llar bo'ladi, o'zi sulosiy mujarradda lozim, lekin mutovi'a ma'nosida ham keladi. Yo'q, bu fe'lni demak sharti sulosiy mujarradda mutaaddiy o'timli ma'nosida bo'lishi shart. Yo'qmasam bu vaznni yasab bo'lmas ekan. Mana qata'tuhu fanqata'a. Uni kesdim, shunda u kesildi. Demak, mutovi'a ma'nosida keldi. Keyingisi, mana af'alani mutovi'asi bo'lib keladi. Sulosiy maziddagi af'ala fe'lining mutovi'si. Qaranglar, buni mutovi' ma'nosi bitta, ikkita bo'lib ketdi, tushunarli? Ko'p. O'zi aslida hali yuqorida aytganimizdek, infa'ala vaznida yana qo'shimcha mutovi' ma'nolari ham bor. Biz asosiyini keltirdik. Yo'qmasam cheklab ketardi. Demak, az'ajtuhu fan'azaja. Uni buzdim, shunda u buzildi, tushunarli? Mana af'ala vaznini mutovisi bo'lib kelyapti. Xo'p, bu mana infa'ala vaznimiz faqatgina mutovi'a ma'nosida kelar ekan odatda. Tushunarli?
Xo'p, endi tafa'ala vazni. Endi tafa'ala. Mana buni ham ajoyib ma'nolari bor. Juda ko'p ishlatilinadi. Mana sarfda bo'lsin, arab jumlalarida ko'p ishlatilinadi. Chunki mana e'tibor beringlar, 5 ta ma'nosi bo'lsa, bir-biridan farq qiladigan ma'nolarida. Hop, endi qaranglar. Limutavi'a fa'ala. Demak, bu ham mutavaa ma'nosida kelar ekan. Qaranglar. Sulosiy mana fa'ala vazni mutavvisi bo'lib keladi. Mana e'tibor beringlar, bu yerda bitta nima jihatini aytamiz. Qaranglar. Fa'ala bilan tafa'alani nima bir-biriga o'xshashlik jihati bor? Kim bir o'xshashlik sezyapti shularda? Mana fa'ala bilan tafa'alani nima o'xshashligi bor? Fa'ala bilan tafa'ala bir-biriga nima yaqinlik bor? Yoki mana fa'ala bilan tafa'ala nima bir-biriga o'xshashlik jihati bor? Qanaqadir yaqinlik bormi bir-birida? Bir-biriga ya'ni. Ayn barobari. Xo'p, yanacha ayn barobari bir xil o'xshash yanacha. Bitta ayn barobari o'xshaydimi bir-biriga? Tashdidli. Xo'p, sal yana e'tibor qilinglar-chi. Mana fa'ala tafa'ala yokida mana fa'ala tafa'ala. Mana ko'rinyapti. To'g'ri, ha, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni shunchaki mana fa'alaga shunchaki bitta ta qo'shib qo'yilgan, fa'alaga ham bitta ta qo'shib qo'yilgan. Bular xuddi aka-uka. Aka-uka. Tushunarli? Bunga o'xshash mana yodlab olishga ham oson-da. Bunga o'xshash anaqalar ko'p. Mana bitta fa'ala bilan tafa'ala, fa'ala bilan tafa'ala aka-uka. Mana qaranglar, yana bitta ham aka-ukalar bor. Fa'lala. Ziyoda harfi bor. Ha. Ya'ni fa'lala sulosiy mujarrad, fa'lala sulosiy mazid birinchi bobi ham tafa'lala. Ular aka-uka. Aka-uka. Ma'nosi ham bir-biriga yaqin. Tushunarli? Aka-uka bular. Aka-uka vaznlarda. Mana shunchaki ta qo'shib qo'yilgan xolos. Mana bu yerda ham mana ihmarra bor, mana if'alla qani, mana if'alla bilan if'alla bular ham aka-uka. Ma'nosi ham biriga o'xshaydi. Binafsihi va li g'ayrihi debdilar. Ziyoda harfi bor. Ha. Tushunarli? Bir-biriga aka-uka bu vaznlar mana. Mana bundoq qarasangiz mana 22 ta bob bir-biriga aka-uka vaznlarda. Mana misol uchun af'ala bilan fa'ala juda ko'p ma'nolar bir-biriga o'xshash. Garchi vaznda endi bir xil bo'lmasa ham ma'nolari bir-biriga o'xshash. Buni ham biriga o'rta desak bo'lar ekan, o'rta. Bular aka-uka mana fa'ala bilan tafa'ala, tafa'ala bilan tafa'ala, endi ifta'ala bilan infa'ala endi sal boshqacharoq bular. Lekin mana if'alla bilan if'alla o'rta bo'ldi, aka-uka bo'ldi. Endi istaf'ala, if'ala, endi if'ala ham endi sal yetim qo'ziroq bo'lib qolishdi. Lekin mana bu yerda fa'ala bilan tafa'ala bir-biriga aka-uka. Xo'p, endi biz tafa'ala ma'nosini gaplashyapmiz. Endi mana asosiy ma'nosi mana tafa'alani. Fa'ala fe'lini mutavvisi bo'lib keladi, tushunarli? Mana kassartuhu fankasafa takassar mana. Uni sindirdim, parcha-parcha qildim. U parcha-parcha bo'ldi shunda. Tushunarli? Asosiy ma'nosi mana o'sha fa'alaga mutavvi bo'lib keladi. O'sha ukachasi bo'lib keladi. Yordam nima? O'sha fe'lni qabul qiluvchisi, asoratini qabul qiluvchisi bo'lib keladi, tushunarli? Xo'p, endi fatakassar dedik, to'g'rimi? Xo'p, mutavvi ma'nosida. Endi yana keyingisicha mana takalluf ma'nosida keladi mana. Ya'ni tafa'ala vaznining foili o'zini fe'l aslining ma'nosiga o'xshatishga harakat qiladi. Misol tahallama. Halim bo'lishga urindi. Ya'ni fe'l asli bor, fe'l asli fe'lning ma'nosi, odam o'zida bu sifat yo'q, lekin o'sha sifat o'zida bordek qilib ko'rsatadi. Tushunarli? Hammasi joyidami? Uzilmadimi? Demak, o'zida shu sifat bordek qilib ko'rsatadi. Ana o'sha nima ekan? Tafa'ala vazni yana bitta ma'lum. Tahallama, tasabbara, hozir yana quyida yana qo'shimcha ma'lumot aytamiz. Demak, keyingi ma'nosi littihozil fa'ilil maf'ula aslal fi'li. Fa'il maf'ulni fe'lning asli qilib oladi. Mana fa'il maf'ulni fe'l ma'nosi qilib olish uchun misol uchun tawassada dil hajar. Hajar nima edi? Tosh, to'g'rimi? Toshni yastiq qilib oldi. Mana toshni yastiq qilib oldi. Hop, sizlarga savol yana bitta. Bu ittihoz ma'nosi yana qaysi fe'lda bor edi? Qaysi vaznda yana ittihozil fa'ilil maf'ula aslul fi'l degan narsa o'tdi yuqorida? Kim aytib bera oladi? Bunaqa ma'no yana qaysi fe'lda o'tdi? Ifta'alada, salomat bo'ling.
Nima misol o'tdi o'zi? Ya infaalada o'tmadi-ya. Infaalada faqat mutova'a o'tdi-ku. Mana. Mana. Ixtabazal ajina degan misolimiz o'tdi mana. Ixtabaza mana shu o'zi bitta misolli gapni eslab qolsak ham jumlani, ancha o'zi ma'nolari ham esda qoladi mana. Ixtabazal ajina. Demak, o'chirib tashlash shart emas edi komment. Demak, anaqani nima qildi? Nima edi? Xamirni anaqa qildi degan ma'noda edi. Xo'p, keyingimiz xamirni nima non qildi ma'nosida edi. Endi bunda mana qaranglar, aslini tepadagida aslini o'zgartirish ham mumkin edi. Mana anaqa nonni pishirib turib o'zgartirib. Bunda hech qanaqa o'zgartirmasdan mana qaranglar, tepada haqiqiy nima qildi? Non yasagan edi mana tepadagi bilan farqida mana. Hozir bunday o'ylagan odam ifta'ala bilan uni farqi nima deydi? Ifta'alani ittihoz ma'nosida haqiqiy o'sha fe'lning asli qilib oladi. Mana ixtabazal ajin, xamirni siz haqiqiy non qilib olasiz. Haqiqiy xodim qilib olasizda. Undan oldin xodim emas edi. Lekin mana bu yerda qaranglar, tavassadal hajar. To'g'ri, bundan boshqa bunaqa bo'lmagan holatlar ham bo'lishi mumkin, lekin mana hajar nimani toshni yastiq qilib oldingiz, lekin haqiqiy yastiq emasda, lekin siz majbur foydalandingiz. Keyingi ma'noyimiz littajannubi, chetlashish uchun. Chetlashish. Janaba degani o'zi chetda bo'ldi degani. Ya'ni foil fe'l ma'nosini tark qilgani, chetlanganini ifoda etadi. Qaranglar. Xuddi mana fa'alada izala ma'nosi bor edi. Haligi tamrid deganimiz nima edi? Tamrid deganimiz kasallikni davolash edi. Kasallikni ketkizish bu davolash degani. Yoki af'alada ham shunaqa izala ma'nosi bor edi. Masalan, mu'jam so'zimizni ham o'sha ujma, ya'ni noaniqlikni ketkizuvchi kitob degan ma'noda degan edik, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab bu ham ketkizish ma'nosida. Qaranglar. Tahajjada. Hujud degani uxlash degani, kechasi uxlash. Hujud degani uxlash. Tahajjada degani nima? Tahajjudga turdi deymiz-ku. Nima? Kechasi uyg'ondi degani. Demak, kechki uyquni tark qilsa, demak tahajjada bo'lar ekan, tushunarli? Tajannaba so'zi ham o'zi janbun degani chet bo'lish, tajannaba chetlandi degani, tushunarli? Mana uyquni tark qildi, tahajjada bo'lsa, tushunarli? Mana ajoyib ma'nolar. Endi li takroril fi'li mana. Mana takrorul fi'l taksir qaysi fe'lda bor edi? Tahajjud ham shundan chiqqan ekan. Ha, albatta. Tahajjud so'zi shundan chiqqan. Kechasi turish uchun aytiladi. Xo'p, taksir ma'nosi, ya'ni fe'lni takroran nima qilish qaysi vaznda bor edi? Qayta-qayta sodir bo'lishi. Fa'alada bor edi. Mayli, ko'p kuttirmaymiz. Fa'ala ma'nosida fe'lni takrorlash ma'nosi bor edi. Bunda fe'l bir necha marotaba birin-ketin sodir bo'lganini bildiradi. Mana tajarru'al ma'a, suvni ho'plab ichdi, Ya'ni qaranglar, mana aytdik, ukasi takassara, yo kassarada bor edi. Ya'ni bunaqa taksir ma'nosi mana fa'alada bor edi. Mana fa'alada taksir ko'paytirish. Ya'ni ko'paytirish ham 3 xil bo'ladi. Fe'lni ko'paytirish, foilni, maf'ulni ko'paytirish mumkin edi. Misol uchun tawaftu fe'lida demak ko'p aylandim, ko'p tavof qildim degan ma'noda edi, yokida va g'allaqatil abwabida, g'allaqat deganda ko'p eshiklarni yopib chiqdi edi, Bunda maf'ul ko'p edi. Foil mawwatatil ibilu desa ko'p tuyalar o'ldi ma'nosi. Demak, fa'alan taksir ma'nosi bormidi? Bunda ham xuddi shunaqa taksir, takror ma'nosi bor. Tafa'alada ham ukadek bo'ladi. Aka-uka kelib. Faqat bitta farqi oz vaqt o'tkazib bajargan. Tajarru'a deyapti-ku, mana ho'plab ichdi. Ho'plab ichishni bildiradi. Xo'p, endi lit talabi talab qilish ma'nosida takabbara, mana kibrni, o'zi kabir degani katta degani, to'g'ri? Katta, buyuk, kabura degani katta bo'ldi. Ana o'sha kibrni, kattalikni talab qildi degan ma'noda. Ya'ni kattalikni anaqani demak talab qildi. Hech qanaqa o'zi uzilish bo'lmayaptimi o'zi anaqada? Nima videoda uzilib qolmayapti? Ancha hammasi yaxshi yo'q. Xo'p, keyingisi tafa'ala vaznimiz. Ana tafa'ala o'tdi, endi Xo'p. Endi lil musharakati o'zaro sherik bo'lish uchun. Bu vazn fa'ala vaznining boshida ta ziyoda qilib yasalgan vazndir. Shu sababdan ikkala
Vaznning salomat bo'ling, yaxshi bo'lsa. Hop, demak ikkala vaznning ham asosiy ma'nosi sheriklikdir. Mana qaranglar. Fa'alani ham asosiy ma'nosi sheriklik edi. Mana musharaka uchun kelganlar edi. Mana fa'ala vaznimiz ham musharaka, o'zaro sherik bo'lish uchun. Bu ham tafa'ala ma'nosi ham demak o'zaro sherikchilik uchun kelar ekan. Tushunarli? Bu ham faqat sherikchilik ma'nosini ifoda etadi mana. Shu sababdan ikkala vaznning ham asosiy ma'nosi sherikchilik. Ammo bu vaznda sheriklik sarohatan ochiq-oydin ko'rinadi. Ya'ni tepadagida ochiq-oydin ko'rinmasdi. Nimaga? Ya'ni unda mana daraba Zaydun Amron edi. Bu sarohatan qarasangiz, mana sarohatan suratini qarasangiz, daraba fe'l, Zaydun fa'il, Amron maf'ul, to'g'rimi? Lekin fa'ala vaznida turgani uchun daraba bo'lganda muammo yo'q edi. Fa'ala vaznida bo'lgani uchun Amr ham Zaydni urganini bildirar edi, to'g'rimi? Sherik, bular fe'lda sherik, ikkalovi bir-birini urganini bildirardi. Endi bu yerda bo'lsa, deyapti, ochiq-oydin ko'rinadi. Bu bunda ochiq-oydin ko'rinmayapti o'zi. Tepasidagi bo'lsa ochiq-oydin ko'rinadi. Qanday desa, ya'ni fe'lni bajaruvchisi ikki kishini sarohatan raf holatda keltiradi. Mana tadaraba Zaydun va Amrun. Mana vav bilan atf qilib keltirildi. Tadaraba Zaydun va Amrun. Mana Amr va Zayd urushdi mana. Ikkalovi urushdi. Shunda ikkalovi ham raf holatida turgani aniq bular sherikligini ko'rsatib turibdi, to'g'rimi? Fe'lning fa'ili ikkalovi ham fa'il sifatida xuddi raf bo'lib turgani, demak nima bo'ldi? Bizga ikkalovi ham sarohatan ochiq-oydin sherik ekanini bildirib qo'ydi. Tepadagi ma'nda birov bilmasligi mumkin edi. Ikkala bobning ham ma'nosi bir xil sheriklikdir. Mana yuqorida aytgan edik, daraba Zaydun Amron deganimiz bilan daraba Amrun Zaydan deganimiz bilan bir xil edi degan edik, to'g'rimi? Ya'ni kim birinchi boshlagani kim ikkinchi boshlaganini bildirmaydi deganmiz. Ba'zi olimlar lekin shu gapni aytgan. Biz ham endi rojih qo'l tanlashga harakat qilamiz. Ba'zi olimlar birinchi Zayd boshlagan, keyin Amr unga ergashgan degan ma'noni ham ba'zi olimlar beradi, lekin rojih qo'l ikkalovi teng. Bu ham birinchi urgan, bu ham birinchi urgan, ikkalovi baravar urgan. Kim oldin, kim ketinligi farqi yo'q. Bunda ham xuddi shunaqa deyapti. Tadaraba Zaydun va Amrun desa farqi yo'q deyapti. Endi buni ham haligi gap yo'qotganimizdek ba'zi olimlar nima deyishgan? Farqi bor degan olimlar ham bor. Bunda ya'ni ikkita vaznni, ya'ni daraba bilan tadarabani farqi. Bular demak daraba Zaydun Amronda bular qasd bilan aniq bir-biriga qasd bilan anaqa fe'lni bajaradi. Bunda qasd qilmasdan bajaradigan olimlar ham bor, lekin umumiy holatda asosiy ikkalovini sheriklik ma'nosi bir xil. Xo'p, bu bobning yana bir jihati fa'ala bobida ikki maf'ulga o'timli bo'lgan fe'llar bir maf'ulga o'timli bo'ladi. Agarda u sulosiy mujarradda bir maf'ulga o'timli bo'lgan bo'lsa, lozimga aylantiradi. Misol, ya'ni fa'ala demoqchi, fa'ala bo'lsa, mana naza'tuhul haditha, gapni u bilan talashdim, gap talashdim u bilan. Naza'tu birinchi naza'a fe'l, tu fa'ili, hu birinchi zamir, hu birinchi demak maf'uli bo'ldi, al haditha ikkinchisi, to'g'rimi? Ikkita maf'ulli fe'l edi. Buni naza'a fe'lida. Uni tanaza'ga solsa, mana tafa'ala vazniga tanaza'tuhu, uni bilan gap u bilan talashdim, xolos. U bilan nizolashdim, bo'ldi. Ikkita maf'ulligini bitta maf'ulliga aylantirib qo'ydi. Endi mana bu fe'limiz, daraba fe'limiz bitta maf'ulli fe'l edi. Daraba Zaydun Amron. Buni endi bitta maf'ulga umuman nimaga o'tkazib qo'yadi? Tadaraba Zaydun va Amrun. Umuman maf'ulsiz, ya'ni lozim fe'lga o'tkazib qo'ydi. Tushunali? Zayd ham urdi, bu ham urdi. Demak, lozim fe'lga aylanib qoldi. Ya'ni amal qilish jihatdan deyapmiz-da, mansub holatda keladigan maf'ulun bihisi bo'lmaydi demoqchimiz bu gapimiz bilan. Lekin ma'no o'sha u bilan gap talashdi, urushdi. Keyingi ma'noyimiz mana tafa'ala mutawwa'a ma'nosida. Mana ko'rdinglarmi? Bular asosiy vaznlar o'tgan sari bu yoqda endi mutawwa'a vaznlar kelyapti. Demak, bir fe'l boshqa bir fe'lga mutawwa' bo'lib, tobe bo'lib kelish holatlari ko'p ekan. Asarini qabul qilamiz. Mana fa'ala nima tafa'ala ham bor edi. Bu narsa fa'alani mutavvisi sulosiy maziddagi fa'ala fe'lining mutavvisi bo'lib keladi. Misol uchun ba'attuhu fataba'ada. Uni uzoqlashtirdim, shunda u uzoqlashdi. Bu misolda qarab turinglar, bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan anaqa joyi qarab turinglar. Bunda fe'limiz mana ba'attuhu deyapti, fa'ala vaznida. Fe'limiz ta'diyat ma'nosida kelgan, sheriklik ma'nosida emas. Chunki ikkinchi fe'limiz mutawwa'a ma'nosida bo'lishi uchun birinchi fe'ldagi maf'ulun bihi to'liq maf'ul ma'nosida bo'lishi lozim. Qaranglar. Ba'da fe'limiz fa'alani
har xil ma'nosi bor edi, to'g'rimi? Sheriklik ma'nosi, ta'diyat qilish ma'nosi, o'timlik qilish ma'nosi bor edi, to'g'rimi? Bayonida fe'limizda. Bu yerda mana uni ketkazdim, uni nima ketkazdim, bitardim. Shunda u ketdi deyapmiz, to'g'rimi? Fatabaada. Balkim bunda bir-birimizni ketkіздikdir, sheriklik ma'nosidadir deb shubha paydo bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Ya'ni men uni ketkizdim, u ham meni ketkizdi deganga o'xshab, mana dorobaga o'xshagan bo'lishi mumkin-ku, doroba Zaydun Amron, to'g'rimi? Men uni ketkizdim, u ham meni ketkizdi, bir-birimizni bir ketkizdik degan ma'noda bo'lishi mumkin-ku deb o'ylash mumkin, to'g'rimi odam? Shunda aytayaptiki, yo'q, unday ma'noda emas. Bu qayerdan bilamiz desa, fatabaada degan ikkinchi fe'limiz bor-ku, fatabaada. Mutovaa ma'nosidaligi buni aniq, to'g'rimi? Bu aniq mutovaa ma'nosida. Shu sababdan bu mutovaa ma'nosidagi aniq. Demak, qarab turinglar. Lekin shu mutovaa ma'nosida bo'lgan vaqtda mana u hu zamirimizni mutoviyisida, to'g'rimi? Ya'ni uni ketkizdim. Mana hu zamir, mana fatabaadani foili. Bu yerda to'g'ri, birinchi fe'lda maf'ul bo'lib turgan zamirimiz bu yerda nima? Foilga aylangan, to'g'rimi? Fatabaada u ketdi. Mana shu foil birinchi fe'lda to'liq maf'ul bo'lishi kerak. Mana bu yerda agar buni sheriklik ma'nosida deydigan bo'lsak, hu zamirni, bunda maf'ul ma'nosi emas, foil ma'nosi ham bor deysiz. O'tgan dars aytganingiz, zimnan bunda foil ma'nosi ham bo'lardi. Unda bu to'liq maf'ul bo'lmay qoladi. Shu sababdan bu yerda chalkashlik bo'lib qolardi. Demak, bu yerdagi mutovaa ma'nosiga talab qilgan demak shart topilmay qoladi. Shu sababdan demak aniq bilamiz ekanki, bu sheriklik ma'nosida emas ekan. Tushunarlimi? Yo, tushunarsiz bo'ldimi? Tushunarlimi? Yo, tushunarsizmi? Tushunarli bo'ldimi? Takasala. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi ma'noyimiz takalluf. Salomat bo'ling. Hozir takasala ham to'g'ri, ha. Hozir mana shoshmang. Mana aynan mana hozir takasala fe'li dedingiz-ku, tafaala, mana shu o'zi tafaala vozifamiz. Mana shu hozir mana shu gapirmoqchi bo'lgan nimamizga o'zingiz olib keldingiz. Maryam 12:16. Mana shuni gapirib beraman hozir. Mana takalluf ma'nosida. Yuqorida ham takalluf chiqqan edi. Tafaala ma'nosida ham takalluf ma'nosi bor edi. O'zini halim qilib ko'rsatgan edi, to'g'rimi? Tahallama bo'lib. Xo'p, bu tafaalada ham bor, takalluf ma'nosi, ya'ni bir narsani o'zini fe'l ma'nosi o'zida bordek qilib ko'rsatdi. Tajahala, o'zini johillikka soldi. Yoki esa mana yokida takasala mana. Kaslan degan nima degani? Kaslan. Kaslan nima degani? Dangasa, hoppa. O'zini demak dangasalikka soldi degan ma'noni ifoda etar ekan. Demak, tajahala bo'lsa dangasaga soldi, takasala bo'lsa dangasalikka soldi. Endi qaranglar. Xo'p, yuqoridagi takalluf bilan tafaala ma'nosidagi takalluf bilan bu takalluf farqi nima desa, bormi farqi? Ha, bor. Xo'p, tafaala bobidagi takalluf va tafaala bobidagi takalluf o'rtasida farq bor. Tafaala bobidagi fe'lning foili haqiqatda shu sifat unda bordek ko'rsatadi. Aslida esa unda bo'lmaydi. Mana qaranglar. Tafaala ma'nosida nima bir kishi o'zini nimadek bor ko'rsatadi, bir fe'l aslini. Lekin unda u narsa bo'lmaydi va bu bobdagi fe'llar mashaqqat bilan erishiladigan yaxshi ma'nodagi yaxshi fe'llar hisoblanadi. Ya'ni siz tafaala ma'nosida yaxshi fe'llarni ishlatasiz. Mana halim bo'lish, tasabbara, mana tashajja'a, tasabbara, takarrama, karim bo'lish, shijoatli bo'lish degan fe'llarni ishlatasiz. Va ya'ni foil o'zida yo'q, o'zi sabrli emas, lekin o'zini sabrlidek ko'rsatib nima qilyapti? Sabrga harakat qilyapti. Sabrlidek ko'rsatyapti. Endi tafaaladachi bu bobning foilida o'zida yo'q bo'lgan, talab qilinmaydigan yomon ma'nodagi fe'lni bordek ko'rsatadi. Mana o'zi johil emas, mana tajahala deganimizda qani tepada tajahala o'zi johil emas, lekin o'zini johildek ko'rsatadi.
o'zi g'aflat degani bir narsani o'tkazib yuborish, be'tiborlik, to'g'rimi? G'aflatda emas o'zi, bilib turibdi, lekin o'zini g'aflatdek soladi. Tag'ofala degani, o'zini g'ofildek ko'rsatadi. Xuddi eshitmaganlikka olib, bundoq o'tiraveradi, kitobini o'qiydi. Xola, o'zi baxil emas u, lekin baxillik qiladi, o'zini baxildek ko'rsatadi. Yo'q, bermayman deydi. O'zi bergisi kelib turibdi. Robo, o'zi kasal emas, o'zini kasalga soladi. Qaranglar, mana bu tafaala demak, bitta kitobda o'qidingiz, tafaala ma'nosi vaznida turgan bo'lsa, o'zi asli unda yo'q bo'lgan yomon sifat bordek qilib ko'rsatyapti. Buni demak maqsadi nima desa, biror bir maqsadda, misol uchun o'zini kasalga solib, qachon kasalga soladi? Darsga borgisi kelmasa o'zini kasalga solishi mumkin, to'g'rimi? Misol uchun o'zini johilga qachon solishi mumkin? Falon narsani bilasanmi desa, bosh og'riq kerak emas deydi, bilmayman deb qo'ya qoladi misol. Demak, u tajahala degan bo'lar ekan. Lekin tahallama, tafaala ma'nosida bo'lsa, yaxshi fe'llar ishlatilar ekan, tushunarli? Mana. Keyin shu o'rinda ham endi bitta narsa, endi odam o'zini sabrli, halimligiga tashajjaa, takabbura, tahallama desa noto'g'rimi desa, yo'q, yaxshi. Bu misol tarbiya ulamolar nima deydi? Odam shunaqa qilib o'zida bir sabrni hosil qiladi deydi. O'zi sabri yo'q, keyin sabrga tasobbara deydi. Mutasobbir bo'lib sabrga harakat qiladi, keyin sabrga erishadi, to'g'rimi? Sabrli bo'ladi. Yokida halimlik yo'q bo'lsa, qo'rqoqlik qilib yuravermaydi. O'zini tahallam va nima? Halimlikka o'xshatib harakat qiladi, keyin halimga aylanadi. Tushunarli? Xo'p. Bugungi mavzuyimiz menimcha mashaqqatcha yetadi. Keyin infaala voznini gaplashamiz keyingi darsda xolasa. Bo'ladimi, nima deylar? Biz mana uni to'xtatsak, uni ochib beradi ana. Nima deylar? Shu yoqqacha tushunarli bo'ldimi? Shuni kompyuterda zaryadga tiqib olaylik, mayli. Salom. Rahmat kattakon, zo'r bo'ldi. Salomat bo'ling. Albatta, shu qo'shimcha ma'nolar berishga harakat qildik o'zi. Salomat bo'linglar. O'zi anaqa darslarimizga ham qatnashayotgan bo'lsanglar kerak. Nima? Anaqa kitobdan master klasslarimiz ham bor. Sarf asoslari kitobi aslini bilan o'tyapmiz, ko'rsatib qo'yaylik. Mana sarf asoslari kitobi. Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p. Nimadir savol beryapti-dilar.